Jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudi tomonidan viloyat transport nazorat inspeksiyasi binosida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Transport sohasida qonunbuzarliklarning oldini olish hamda aholining huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida Jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudi tomonidan Jizzax viloyati transport nazorati inspeksiyasi binosida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Mazkur majlisda belgilangan litsenziyasiz yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullangan shaxslarga oid ma'muriy huquqbuzarlik ishlari ko'rib chiqildi. Ma'muriy ish materiallari, undagi dalillar va shaxslarning tushuntirishlari asosida har bir ish yuzasidan qonun doirasida xolis va adolatli qarorlar qabul qilindi. Sud qarorlariga asosan qator fuqarolarga nisbatan ma'muriy jazo choralari qo'llanildi. Shu bilan birga ayrim shaxslar tomonidan yo'l qo'yilgan huquqbuzarlik aniqlangan paytdan e'tiboran 30 kun ichida ixtiyoriy ravishda bartaraf etilganligi sababli ularga nisbatan yuritilgan ma'muriy ishlar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 270-moddasiga asosan tugatildi. Sayyor sud majlisi davomida sud tomonidan fuqarolarga qonun talablari, litsenziyalash tartibi hamda huquqbuzarliklar yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berildi. Taksi qilib odam tashib yurganda litsenziyaning xodimlari aniqlab shu nima tuzgan ekan. 10 kun ichida dokument qildim. Keyin mana sayyor sudiga chaqirilib ishimiz ko'rib chiqildi hozir. Aybdor emas ekanman. Men xursandman. Qolganlarga mana shu litsenziya olib yo'lovchi tashishlaringizni tavsiya qilaman. Jizzax shahar transport inspeksiyasi binosida sayyor sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 176-3 moddasi, ya'ni litsenziyasiz yo'lovchi tashish faoliyatini shug'ullanishga oid bir nechta ma'muriy ishlarni ko'rib chiqdik. Ishlarni ko'rish jarayonida ma'muriy huquqbuzarlik topilgan fuqarolarni o'sha 30 kunlik muddatda litsenziya olib huquqbuzarlik oqibatini bartaraf qilganlarni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 271-moddasi 11-bandiga asosan ish yuritish harakatdan tugatildi. Ayrimlari o'sha 1 oylik muddatda huquqbuzarlik oqibatini bartaraf qilmaganlarga ularni oilaviy ahvoli va moddiy imkoniyatidan kelib chiqib ma'muriy jazo, ya'ni jarima jazolari tayinlandi. Hamda ularga litsenziyasiz yo'lovchi tashish faoliyatining kelgusida o'sha faoliyatini davom ettirganda qonunga rioya qilgan holda, ya'ni tegishli tartibda tashkilotlardan ro'yxatdan o'tib, litsenziyasini olib, yo'lovchi tashish faoliyatini shug'ullanish to'g'risida tushuntirishlar berib o'tildi. Bunday sayyor sud majlislari nafaqat qonunbuzarliklarga nisbatan qat'iy munosabatni namoyon etadi, balki fuqarolarda huquqiy mas'uliyatni oshirish, qonunga itoatkorlikni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.